Mening dasturxonimda hech qachon kolbasa mahsulotlari bo'lmaydi. Agar negaligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti qayta ishlangan go'shtni, ya'ni kolbasa va sosiskalarni rak kasalligini keltirib chiqaruvchi mahsulotlar qatoriga allaqachon kiritgan. Agar siz unda go'sht bor deb o'ylasangiz, juda xato qilasiz. Kolbasa tarkibida subproduktlar, paylar, tog'aylar, yurak, buyrak, o'pka, qorin va hatto limfa to'qimalari ham bor. Lekin go'sht yo'q. Kolbasa ishlab chiqarish jarayonida juda ko'p miqdorda transyog'lar paydo bo'ladi. Ular esa yurak-qon tomir tizimi uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Kolbasani pishirish jarayonida kuchli kanserogen, ya'ni nitrozaminlar hosil bo'ladi. Ular organizmga tushgach, rak xavfini oshiradi. Kolbasa uchun boqiladigan qoramollar daladan ovqatlanmaydi. Ular makkajo'xori, soya, turli xil kombikorm, shulxa va sun'iy aralashmalar bilan boqiladi. Bundan ham yomoni, hayvonlarga tez o'sishi va kasalliklarga chidamli bo'lishi uchun turli xil gormonlar va antibiotiklar beriladi. Keyin esa ular siz iste'mol qilayotgan mahsulotlar bilan sizning tanangizga kiradi. Undan ham qo'rqinchlisi, o'lib qolgan qoramollarni axlatga tashlashadi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ularni aynan kolbasa ishlab chiqaradigan zavodlarga topshirishadi. Siz endi ham kolbasa mahsulotlarini iste'mol qilasizmi? Undan ko'ra sog'lom ovqatlanishga o'ting.